hozirlandim. Endi hozir yotibman-da. Yaxshimi? Avvalgisidan zo'rmi? Lekin avvalgisi nima unaqa lekin ancha yaxshi-da. Hozir o'zimni ko'ryapman. Lekin juda zo'r. O'zini yaxshi his qilayotgan aytmadimi? Ha, zo'r. Men birinchi kirganlarda tanimadim. Yo'q. O'shanga, o'zlarining telefonlaridan chiqaman. Meni telefonim bo'lsa, menga to'g'rilab gapirishingiz ana bor-ku, mumkin-ku. Shuning uchun boshqa odamning telefoni chiqib turadi. Ha, bo'pti. Men ko'rganlarim ichida, bugungisi ichida eng yaxshi shu deb o'ylayman, bugungilarda. Ha, zo'r, yaxshi. Bo'pti, tashavarasiz bo'tdan. Voy, yozib qo'ydim. Barchasi yozsam bo'ldi. Ha. Ana, o'zingiz eshitdinglar, hech qanaqangi bir kelishmovchilik edi, bir oldindan plan tuzilmagan, shu o'zim telefondan emas, sizdan telefon qildim. Xo'p. Eng zo'r tarafi o'sha birinchi chiqqan fibroz ko'rsatkichi 30 necha edi? 37 bo'lgan. Xo'p, keyin 28 da ko'rdim. Shunaqa. U demak ikkinchi qog'ozingizmi? 28 chiqib ketdi. Ha, birinchisi 23 ga tushib 37 ga chiqib ketgan. 28, 23 keyin 37 keyin chiqib ketgan. Hop. Bugungi ko'rsatkich inshaalloh Xudo xohlasa mana ro'za oyiga juda ham zo'r bir nima deydi? Mo'jiza bo'pti. Ha, mukofot, mo'jiza, ha. Xudo xohlasa bugungi ko'rsatkich fibroz 2 ga tushgan. Ya'ni sizda 4-darajali fibroz, ya'ni jigar sirrozi hozir 2-bosqichga o'tgan. Ya'ni ko'rsatkichingiz 9.4 ko'rsatyapti. Bu juda zo'r. Keyin eng zo'r tarafi meditsinada bitta narsa bor. Ya'ni o'sha o'simtalarni kichraytirish imkoniyati yo'q deydi. Navorot katta bo'lsa bo'ladi-ki, shu holatda ushlab turish mumkin deydi. Lekin bizda so'nggi shu 3 yil, 4 yil ichida juda ko'p odamlarda jigardagi o'simta, hosillar, o'sha gemangiomalar, turli xil o'sha ko'rsatkichlar normal ketayotganini ko'rsatib ko'ryapmiz. Hop, mana endi gapirsam har doim dalil isboti bilan ko'rsataman. Endi videoga olmayman sizlarni xulosalarni. Sizni izlash harakat qilgan. Ha, shunda meni mehnatim rohati. Qiynalib. Hop, bu kishi bizga kelgan demak 21-yanvar kuni 4-darajali jigar sirrozi boshlanuvdi. Keyin plus jigarlarida o'simta bor edi, kista gemangioma. Ko'rsatkichi mana bu joyda bor. Demak 51 ga 38 ni ko'rsatgan. Videoni to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? 51 ga 38 ko'rsatyapti. Ko'rsatgan. Shu hosilani. Mana bugungi mana. Uydagilar kichkina bo'lib qoldi dedi. Necha ekan? Mana turibdi. Aha. 47 ga 37 ko'rsatdi. 3 santimetr kichraygan. Mana 3 santimetrga jigardagi hosila kichraygan. Shu va plus jigarlarida demak o'sha 37 bo'lgan fibroz hozir 9.4 ga tushgan. Bu bir oyda bir kurs lecheniya olganda shunchalik konkret bo'lgan rezultat. Hozir o'zinglar eshitdinglar. O'sha klinikani tekshirgan doktoriga telefon qildik. Avvalgisidan juda zo'r dedi. Men o'zimning telefonimdan emas, bulardan chiqqandim va mana onkolog ko'rganda qizil bilan chizib qo'ygan jigarida hosila bor, rak bor deb bergan. Ya'ni shunaqa boyga o'simta bor deb bergan. Rak emas, shunaqa o'simta bor deb bergan. Ya'ni o'sha onkomarker tekshiruvi juda yuqori ko'rsatgan ekan. Endi uni xavfli yoki xavfsiz o'simtaligini faqatgina jigardagi o'sha kistani kesib, hosilani obrazovaniyani kesib bilish mumkin nimaligini. Lekin o'sha hozir kichrayganini aytayapti. Demak, uni olgan hosilidan nima degan xulosa bergan? Ya o'simta bas degan. Shu bitta nima ko'rinyapti xolos. Nima degan? Ha, demak, oddiy haligan hosila bo'lgan ekan deb tushundim. Demak, xavfsiz o'simta bo'lgan ekan kista. Zo'r. Necha kunda rezultat ko'rdingiz? 1 oy bo'ldi. Dorilarni ichayotgan payt qancha kunda sezildi? Dori ichgandan keyin bir 10-15 kunda nimasini bildim, yaxshi bo'ldi. Boshqa odamlar men haqimda sizdan so'rab qolsa, bizni muolajamiz haqida qanaqa fikr bildira olasiz?
Bizdan rozimisiz muolajamizdan? Ha, rozimiz, mana sizlarda qara yaxshi. Nimadir oldingi doktorlar aytgan bo'lgan plantatsiya qilish kerak deyishganmi? Ha, Hindiston doktorlari ko'rib, operatsiya qilish kerak, bo'lmaydi degan. Shu Farg'onaga borganda. Keyin siz YouTube'da ko'rib qolib, nima qilib keldim mana ixlosga. Hozir men kompyuterdan ochaman. Hozir ancha yaxshi, mana endi kelganimdan beri. Vahshiy zo'r post emasin aka. Ko'rishinglar mumkin mana. Kamerani o'zimga qaratib oling. Mana fermentlari ham cho'tki bo'lgan. Bilirubinlari ham zo'r. Mana bergan o'sha darmon dorilarimiz, haligi germanskiy preparatlarimiz, mahsulotlarimiz cho'tki rezultat bergan. Faqat sistit bo'lganlar shamollashlari bor, endi anaqadan, teplitsadan chiqqan mahsulotlar zahjodan. Gemoglobinlari qarang cho'tki ko'tarilibdi. Oldin 100 edi. 119 ga chiqibdi. Zo'r. Sizda shu nimalar foydasi bo'lyapti-ku? Virus o'ldiradigan apparatlaringiz. Albuminingiz ham ancha ko'tarilgan, 50 ga tushib ketdi. 36.3 bo'libdi. Общий biologiya umumiy oqsilingiz ham ko'tarilgan. 70 ga chiqibdi. Rasa go'sht yeyotgan ekansiz aytganimdan beri. O'shaning uchun kuchga kirgansizda. Yaxshi. Men shu qog'ozdan bilib olaman nima ovqat yeyotganingizni. Zo'r, mashalloh. Yaxshi kelishinglar. Yeyvering. Yaxshi ovqat yeyishingiz kerak. Qarang, isbot tariqasida telefon nomerlarini qo'ysam bo'ladimi? Odamlar chiqib so'rasa. Bo'pti, videoga shu nomerlarni qo'yib qo'yaman, bemalol gaplashib olamiz.